Bu endi o'sha varfarinni bir kun 1,5 bir kun bittadan qilib ichib turaverasiz. Varfarin. Bilasizlar varfarinni? Emkor bilan digoksilni faqat yurak urish soningizni nazoratga olib turish kerak. Sizda aritmiya ham bor-da. Aritmiyangiz bor sizda. Yuragingizda o'sha yo tushib ketmasligi kerak, yo ko'tarilib ketmasligi kerak. Sahar bersang shunda? Yo'q. Yo'q. U yurak urish soni pulsda yurak nechta urayotgani 1 minutda o'shani tekshirib turib, bu yerda digoksil bilan disoprovol ikkalasi ham yurak urish soniga ta'sir qiladi. Bularga aritmiyasi bo'lganligi hisobiga berilganda bu dorilar. Shuni hisobiga berilgan, bu yerda yozib qo'ygan, kardioxirurg yozgan korreksiya doza PCSS, kontrol CSS bo'yicha deyapti-da. Ya'ni men haftada 5 kun yozganim sababi ham shunda-da. Bular haftada 5 kun deb kardioxirurg bekor yozmaydi. Chunki ular aytadiki, soni tushib ketib qolishi mumkin, yurak urish soni. Keyin qiynalasiz, charchab qolasiz degan ma'noda yurakda bezovtalik paydo bo'ladi sizda.